Sen ovozingni ham eshitishga olamayman. Sendan kechganman. Ancha bo'lgan. Alo. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Abdulla akang. Oyi, akang durmang. Kechirmayman baribir o'shaningizni. Kechganman undan. Abdulla. Akang endi yo'q. Avtohalokatda vafot etdi akang. Zarlashmang oyi, o'zidan ko'rsin. Akang bilan hali ham yarashmadingmi? Vaqtda yarashib ol. Men hali ham vijdon azobida yashayapman. Akamni kechirsam bo'lardi-yu o'shanda. To'yib quchoqlab olsam bo'lardi-yu. Mana akam o'lganiga 5 yil bo'ldi. Mana shu telefonni ushlab har kun akamni qo'ng'iroq qilishini kutaman. Lekin u qilmaydi. U endi yo'q. Tushunyapsanmi? Aka-ukani borida qadrlash kerak. Bu dunyoda seni faqat akang otangdek yaxshi ko'rishi, onangdek g'amxo'rlik qilishi mumkin. Keyin armonda qolib ketma. Menga o'xshab.